O'zbekistonda svetimiz narxi har bir kilovat uchun 600 so'm etib belgilandi. Bugun 1-maydan boshlab. Otabek, nima deysiz? Shunga insofdan Insofdan emas, svetni narxini ko'tarish, yana limit ham qo'yishdim-da avval, bilasizlar. 200 kilovatdan oshsa, yana ham qo'shimcha to'laysan deb. Bunga biz juda ham qarshimiz. Juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. O'sha narx navoni ko'taradiganlar, svetni narxini ko'taradiganlar, sizlarga yana bitta taklif, juda zo'r taklif. Nafas olishda ham pulli qilish kerak. Nima taqib yurish kerak? Hamma kislorod balon. Kislorod balonda sotishlaring kerak, kislorodni. Majbur bo'lish kerak. Ko'chada kislorod balonsiz yurgan, balonning ichida kislorod bo'lmagan odamlar pul to'lash kerak. Zo'r biznes bo'ladi. Bu davlatga juda katta pribul olib keladi. Juda zo'r maslahat. Nafas olishda ham pulli qilish kerak. mana maslahatni zo'ri sizlarga. Va ma'lumot uchun 200 kilovatdan oshgandan keyin bu yog'iga 800 so'mdan to'laysiz har bir kilovat uchun. Yana bitta ma'lumot 1-maydan boshlab metan gazlar 5200 so'm etib tayinlandi. Moshinda metani borlar, endi benzin haydasangiz ham bo'ladi, benzin yursangiz ham. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Hammani fikri bilan bir nimalar o'zgarishi mumkin. Bir kishi kimdir kuyib gapirgani bilan hech narsa o'zgarmaydi. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.